Hop, salom do'stlar. Bugun PUBG'da 120 FPS qilishni o'rganamiz. Bu 4-2 sezon uchun bizga mana shu 3 ta ilova kerak bo'ladi. Shizuku va 90 FPS ni mening Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Telegram kanalim YouTube opsiyasida bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib sozlamalarga kirib olamiz. Hop, bu yerdan telefon haqida. Agar bu Redmi telefoni uchun, agar sizda Samsung yoki boshqa Infinix telefonlar bo'lsa, hop, Telegram kanalim chatiga yozing, men sizga lichkangizga tayyor videoni tashlab beraman. Bu yerda batafsil ma'lumotlar degan joyni bosamiz. Bu yerda mana bu yerda Android versiyani hop 3-4 marta bosishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu yerda emas. Mana tizim versiyasi do'stlar. Hop, yana 2 marta bosishimiz kerak va pin kodni yoki parolni terib olamiz. Bu yerdan mana bunaqada dasturchi sozlamalar ochiladi. Hop, endi nastroykamizga kerak bo'lmaydi. Biz necha psligini tekshirish uchun PUBG ga kirib olamiz. Hop, do'stlar, PUBG ga kirib oldik. Hozir necha FPS ochishini ko'rib olamiz. From the soil, corruption spread, blackened roots beneath our heads. Primal bleeds, its branches fall. Can you hear Hop, ko'rib turganingizdek 70, 45 otyapti. Hop, Redmi 14C telefoni. Demak, Shunday chiqamiz va endi Shizuku ilovasiga kirib olamiz. Va mana bu ikkinchi ko'k tugmaga bosamiz, pairing, ya'ni va bu yerda o'z bitta tugma bo'ladi. Buni bosamiz. Dasturchi sozlamalarni yoqishni bosamiz. Va mana buni yoqamiz. Menda yoniq va mana bu. Va bu yerda ushbu orqali o'rnashni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va Wi-Fi beginga kirib uni yoqamiz. Kod orqali ulashni bosamiz. Kod chiqarib beradi. Kodni Shizukudan kelgan xabarga hop kiritamiz. 56 40 57. Va jo'natish tugmasini bosamiz. Hop, Shizukuni ishlatishingiz mumkin deyapti. Va bu yerda start tugmasini bosamiz. 3 sekund kutamiz bu yerda. Va bo'ldi. Mana bu yerda nastroyka chiqib qoldi. Mana bu yerda va tayyor degan yozuv chiqdi. Nastroykaga kiramiz biz. Bu yerdan mana bu 90 FPS ilovasini tanlab qo'yamiz. Zarchver va Metamengerni tanlab qo'yganimiz yaxshi. Shu yerdan chiqqan hammasini tanlab qo'yganimiz ham yaxshi bo'ladi. Chiqamiz, endi 90 FPS ilovasiga kiramiz. Hop, bu yerda yangilash kerak. Menimcha ilovani hop, menimcha ishlasa kerak. Buni yoqamiz. Apply Shizukuni bosamiz. Bu yerda 100 gacha to'lishi kerak shu narsa. Va shu ilova orqali iPad Wave qilsa ham bo'ladi. iPad Wave shunchaki videoga olish uchun kerak bo'ladi. Instagramga video qilish uchun kerak bo'ladi. Hop, yana Telegram kanalimizda VPNlar, skin hacklar va yana har xil cheatlar mavjud. Telegram kanal, YouTube kanalimizning opsiyasida bo'ladi do'stlar. Bemalol o'tib, 120 FPS fayllarini, cheatlarni, VPNlardan olib ishlatishlaringiz mumkin. Barchasi mutlaqo tekin. Yana shu yerda aytib ketay, hop, yuzay beradigan bepul tekin bot ham bor. U Telegram kanalimizga joylab qo'yganman. Bemalol o'tib uni ham ishlatishingiz mumkin.
Ha bo'lgandan keyin Resume Festni o'qamiz. Bilasizki. Hop, bu yerda yana bir marta sanaydi. Sizda sanamasligi ham mumkin. Hop, reklama beradi. Reklamani ko'rish kerak. Reklamadan chiqamiz. Ve launch game'ni tanlaymiz bu yerda. PUBG'ga avtomatik olib kirib ketadi. Hop, bu birikma fes qilish Redmi telefonlari uchun edi. Agar Telegram chatimga yozsanglar, Samsung yoki Infinix bo'lsa telefoningiz va men sizlarga tayyor videoni tashlab beraman. Sizlar ham birikma fesda o'ynashlaringiz mumkin bo'ladi. Agar o'xshamagan bo'lsa, yana shutda xuddi shunaqani qaytadan qilsangiz, 100% o'xshaydi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Hop, internet ishlamayapti. Bilasizmi, Breximal HDD 60, 90 ochadi. Bilasizga ko'rishingiz mumkin. Hammasi o'z joyida do'stlar. To'g'ri sezonda.